chiqarishga Jungodagi eng boy shaharning qaysi shaharga ekanligini bilamsiz? Bu joyning kishi bashiga to'g'ri keladigan ishlab chiqarish qiymati uda 30 yil mamlakat bo'yicha birinchi o'rinda turgan bo'lib, Shanxay, Guangzhou, Beyjinglardan xillab meshib ketgan. Ismi jismiga loyiq Jungodagi kichik Dubay. Bu yerdan chiqqan neftning ko'pligi yergizmi mubolag'a qilingan emas. Bu bo'lsa dal Shinjongdagi Qarmay shahri. U neft orqali gullangan shahar. Aytishlarga qaraganda oldingi asrning 50-yillarga kelganda shu joydagi bir yerlik kishi tasodifiy ahvolida bu neftlikni bayqab qolgan. 1955 yil 7 ayda 36 nafar neft ishchisidan tashkillangan burg'ulash atirti yerlik kishining yo'l boshlashi ostida qora neft tig'ini o'ngishliq topgan. 3 oydan keyin 1-numurliq neft quduqi o'ngishliq ejilib, elimizning neft bo'lmaslikdek tarixga xotim berilgan. Shuning bilan elimizdagi tunji cho'ng neftlik barliq kelgan. Qarmay shahrining neft umumiy mahsulot miqdori elimiz bo'yicha oldin qator turdi. U elimizning g'arbiy qismidagi eng cho'ng neftlik hisoblandi. Ekran oldida siz Qarmay shahriga berib baqdingizmi? Borgan do'stlar inkas rayoniga qoldirib qo'ying.